Yevrosetkani choko rangini ko'rishingiz mumkin. Hop, simini qalinligi 4 mm bo'ladi, balandligi 1,5 metrlik. Hamda bu joyga mashina kirish uchun darvoza qilib berilgan. Mana 2,5 metr. Ya'ni 1.25 dan 2 tabaqa degani bu. Hop, mana bu joyga bo'lsa kichkina odamlar kirib chiqish uchun eshik qilingan. Bu ham choko rangda. Hamda mana bu tomonlariga yaqinda o'rnatilgan ekozaborlar. Bu tomonda ham o'zi aslida orqasida mana Yevrosetka bo'lgan. Bu tomonda ham aynan mana shu Yevrosetkaga balandligi 1,5 metrlik ekozabordan biriktirib chiqilgan. Va orqasi mana ko'rinmaydigan darajada bemalol o'tirib suhbatlashib dam olsa bo'ladigan joy qilingan. Ekozaborda Yevrosetkaga biriktirilgan bo'lsa juda mustahkam bo'ladi, lekin ekozaborni o'zini ham o'rnatsa, o'zini ya'ni kuchida ham tura oladigan darajada bo'ladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'tqo'z Setkaga murojaat qiling.